Akamiz bizga ishonib Gentra mashinalarini olib kelibdilar. Mashinaga kapotlariga polniy broni plyonka qilindi va undan tashqari 1,5 millionlik polirovka keramikadan qilindi. Salonlarni alohida chiroyli qilib laminatsiya qilib berdi. Okay, qilib bergan ishimiz sizga yoqdimi? Albatta yoqdi. Kutgandan ham zo'r o'tdi ishlaring. Hammani kelishlarni taklif qilaman. Bu akamizning ham mashinalari polniy polirovka keramika 1,5 millionlikdan bo'ldi. Qisman joylari broni plyonkasi ham bo'ldi. Okay, mashina yoqdimi o'zingizga? Mashina yoqdi aka, idealniy chiqibdi. Kutganimdan ham zo'r chiqibdi. Kelinglar, qildiringlar. Keyin bo'lib qora Gentralarga barcha zo'r bo'ladi. Qolganlar podpiska tashlab qo'yinglar, bundan ham zo'r videolar va bundan ham zo'r xizmatlarni ko'rsatib turamiz. 3-Gentramizni ham qo'ynimiz xotirjam bo'lib topshiramiz akaga. Aka, nima deysiz? Yoqdimi mashinangiz? Aka, ishinglar yoqdi, juda zo'r. Narxi ham qulay, ish sifatiga gap yo'q. Qolganlarga nima maslahat berasiz? Qolganlarga tavsiya qilamiz, zo'r, kelsin hammasi. Endi men bitta narsani tavsiya beraman. Broni plyonka qilib olishlar.